Assalomu alaykum. Bu Toshkent. Biz aylanadigan ko'chalar bu yerlar. Men sherigim endi nima qilyapti? Tushiryapti, birga yuguradigan. Hozir chiqmayapti. Yetaladim deb. Mana bu yerda nari ko'chada bitta ukamiz yashaydi. 8 marta bir yil, yo 7 marta bir yilda gipotonikskiy kriz deydi. Predinsultniy состояние bo'lib, reanimatsiyada yotgan. Bir yilda 7 marta. Kim ishonmasa u telefonni olib beraman. Shunaqa tanishlarim bor. Yaqin qarindoshlarim, boshqalar necha marta davleniyang bor, yur, yugur, yugur demayman, yur, o'zingga qara, nafas mashqi qil, tana mashqini qil. Qilmasdan insult bo'lgan qanchadan qancha tanishlarim bor. Endi ko'p odam men vrach bo'lgandan keyin ko'p odam menga shu maslahat so'raydi, boshqa bo'ladi. Mana hozir yurishning nimasi foyda? Nima uchun har qanday gipertonik, har qanday kasal yurishdan boshlash kerak. Yurgan paytda mana pastga qon yurak urgandan keyin o'z yerini tortish kuchi bilan pastga qon tushadi o'zi. Lekin pastdan yuqoriga ketgan paytda yerni tortish kuchini, gravitatsiyani yengib tepaga chiqish kerak. Buni asosiy kuchni baldur muskullarida bo'ladi. Baldur muskullar. Buni pastdagi yurak deb ham atashadi. Shu darajada bu muhim. Shunaqa odamlar bor, biz doim aytyapman-ku, kasallarning orasidamiz, nima davolaymiz, kasbimiz bo'yicha. Semirib ketdim, mazam yo'q deb chiqib yugurib, ko'chada yiqilib qolganlar bor. Birdaniga yugurib. Shuning uchun davleniyingiz bormi? Yaxshi vrachlar bilan bir maslahatlashing, avval keyin ko'chaga chiqib yuring. Men ham bir period bo'ldi. 120 kilogramga semirib ketdim. Bitta oyog'im nima bo'lib, Covid paytida bitta oyog'im trombdan 10 santimetrga nima qilib kattalashib ketdi. Buni men ham boshlanishda 5, 10, 20 kilometrlab bir necha oy yurdim. Men hozir Xudoga shukr, men hozir bemalol sekin, lekin 10 kilometr bemalol yugura olaman. Men keyingi paytlarda uncha yugurmayapman, 2 kilometrni ortmayapti, atak 10 kilometr bemalol sekin yuguraman. Nima uchun? Doim mashq qilganim uchun. Oldin bir 10-15 kilometrga yetkazib olmasdan oldin yugurmang. Keyin biz bu yerda nima qilamiz? Biz asosan nafas mashqlari bilan odamlarni davolayman-ku. Mana Qrimda vizna kurslar bo'lardi, nimada Qozog'istonda qancha vizna kurslar bo'ladi-ku. Ikkinchi kursda bu odamlar nafas qisib pristupni qaytarib olib, davleniyani yaxshi qilib, yurakda og'riqlarni yo'q qilib olgandan keyin, mana shu nafas mashqlari bilan yaxshilab tozalab olgandan keyin biz tog'ma-tog' yuramiz 5-10 kilometrlab. Yaxshi yurishni o'rganmasdan oldin sekin ham yugurmang. Sekin yurib bir necha oy yurgandan keyin yurishni sekin, yugurish sekin, yurishni tezlashtiring. Keyin sekin yuguring. Keyin bemalol katta nima. Hozir bu odam, hozir men aytdimki 7 marta nima bo'lgan. 130 kilogramm edi. Bo'y taniysiz-ku. Nima hozir 80 qancha kilogramm. Hozirgacha kuniga 25-30 kilometr yuradi. Yana aytaman, agar kim menga ishonmasa, shuni men telefon nomerini berishim mumkin. O'zi bilan gaplashishingiz mumkin. Nima demoqchiman? Ko'p odamlar o'z sog'ligi uchun vaqtini ayaydi, o'z sog'ligi uchun pulini ayaydi. Ayniqsa bizning musulmonlar. Men ko'p chet ellarda ham, Yevropa nimalarda ishladim-ku. Bizning odamlar o'ziga juda ham sovuqqon, juda ham o'ziga e'tiborsiz. O'tib ketadi. Mana sherigim mana hozir video olayotgan. Hozir aytyapman, yo'talim bor, o'tib ketmayapti. O'tib ketish uchun biror narsa qilish kerak-ku. Uyda yotib yoki boshqa ishlarni qilib o'zini o'tib ketadi deb bo'lmaydi. Hech qaysi kasal doridan tez tuzalgan kasaldan qo'rqish kerak. Nimaga deganda, har qanday kasallik bu zahar, tanada zahar ko'paygani, nima bo'lgandan keyin doridan qaytgani u zahar ketmaydi. Kasallikning belgisi, simptom ketadi. Zahar ichkariga ketadi. Hamma insonlar mana onkologiya bo'lgan, yuragida yoki o't qopida tosh paydo bo'lgan odamlardan so'rab ko'ringlar.
Ular oldin qandaydir boshqa emas, shamollashdan davolanganmi, davliyani ko'tarilgandan davolanganmi, allergiyadan biron narsadan dori ichib tuzalib ketgan odamlar. 5 yil o'tib, 10 yil o'tib, 15 yildan keyin mana shu zahar yuzaga chiqib qandaydir qo'rqinchli kasallikka olib kelishi mumkin. Nima deyapman? Ertalab turib albatta yuring. Kasal bo'lishingizni kutmang. Sog'lom paytda yuring. Kasal paytingizda undan ham yana ham ko'proq yurib bu kasallikdan chiqib ketishga harakat qiling. İmkoniyat boricha vrach bilan maslahatlashgan holda odam o'z-o'zini tuzatishi kerak. Mayli, omon bo'linglar.